kerak bo'l. Neftchiga o'tamiz. Neftchi hozir Bavariya darajasidagi chiqib oldi, ya'ni gegemonga. Transferlariga-ku вообще gap yo'q. Mana Kofini ham qo'ydim, anaqamga zo'r o'yinchi olib keldi. Pulini bittada oqlaydigan. O'zi shunaqa legioner olib kelish kerak-da. Neftchi to'g'ri ish qilyapti. Transferlar hammasi, bu yilgi transferlari hammasi 100% to'ppa-to'g'ri bo'ldi. Neftchi to'g'ri yo'lda transfer siyosatidan har taraflama chempionlikka bu 18-turda aytdim men, Neftchi chempion bo'ladi deb. O'shanga ketyapti. Gegemon bo'ldi, eng zo'rlari shu yerda, legioneri ham sifatlilari shu yerda. Zo'r legioner olyapti. O'shanga natija bor. Mana muxlislar ko'rdinglar, 7000-8000 menga tashashdi, ichkamga aka 7000-8000 bo'lib bordi deyapti. Nega? Natija bo'lgandan keyin mana 7000-8000 bo'lib kerak bo'lsa qo'llab-quvvatlashga borishyapti. Neftchi olg'a chempionlik 99.9% hal bo'ldi. 1% shu o'yinlar bor. Endi asosiy men baho beradiganim Ismoilovga va Neftchiga Osiyo Chempionlar Ligasi, Elit Ligasi. Agar o'shanda ham yaxshi natija qilsa, respekt.